shishaga yopsin. Yopgan holatida arqa miyasida bitta yigitni ko'tarsin. Bardoshi esa qarsak olasiz, bo'lsa jimtir tomosha qilasiz. Qilasizmi she'rlarni? Qani ketdik bo'lsa, ey yashas, ana yerda qiyiq turibdi. Qani, ha. Rezillik. Bak. Ana buni qarang. Hey, odam suvga bunaqa kalla tashlamaydi. Hep qarsak bo'lsa, qarsagingizda yemang. Yashasin barakalla. Qani ketdik. Ha. Menimcha qarsakka arziydi. Bo'ladi. Yashay. Barakalla, voy, yashasin. Hey. Bolani oyog'ini yuqoriga ko'targan holatda arqa miyada 97 kilo yuk ko'tardi. Menimcha qarsakka arsa kerak, azlarim. Qarsak bo'lsin, barakalla, yashay. Kela. Rahmat. Endi ko'ring tomosha qiling. Bola shisha parchasiga yopsin, yo'q holatda arqa badanini shishaga ursin. O'zini butun boshli og'irligini ko'tarib shishaga uradi. To'la holatda bajarsa qarsak chalamiz. Bo'lsa jimtir tomosha qilamiz. Tayyormisiz? Ketdik aflonim. Ko'ring tomosha qiling. Bos. Yo'qmang. Gazeta yo'qmang. Menimcha qarsakka arziydi. Qarsak ham bo'lsa. Ya barakalla, yashasin. Hay. Bo'ladi aflonim. Bo'ladi. Arqaga qo'rib chiqdi. Qarsaga bo'lsa, qarsagingizda ering. Yasha. Hop. Bolani arkasiga bir e'tibor bering. Arqa bir ko'rsatib qo'ying-ku. Shuni aynalib. Qarang, kamida bir menimcha ko'ring. Kamida 10 tadan oshiq joyidan qon chiqyapti. Men boshida aytdim, qon bu yorug'lik dedim. Mustafa joyingiz o'tirmang. Men videolarga bir joyda o'ynadik, qishloqda bir yigit keldi yonimga. 3-4 yigitlar keldida, aka, shishalaring kesmaydigan biz sirrini topdik deb keldi. Sirrini topib ketdi. Nima ekan siri desam, sizlar deydi shishani egolab qo'yar ekansizlar dedi. To'g'ri dedim. Biz boshqa qilishga ishimiz yo'q dedi. Sizlar kelgancha biz 5000 ta shishani egolab o'tiramiz dedi. Uyda xotin bizni egolaydi, biz kelib shishani egolaymiz dedi. Yana nima emish? Shishani suvda qaynatsa kesmas ekan. Ana bo'lmasa. Ana shu yigitlarga boshi omon bo'lsin. To'ylarida xizmatda bo'laylik. Muhammadjon ukamizga bitta qarsak bo'lsa, qarsagingizda yemang. Shelangizlarni olib qo'ying. Ey yashasin. To'lashalardanmi? Hay. Barakalla. Xo'p. 10 ta yetarmi? 10 ta bolalardan yordam